Hayit joy dasturxoningiz uchun yana bir burama kumur bo'g'irsoq retsepti. Retseptni tezgina saqlab oling. Har yil zakazga tayyorlab sotadigan retsept. Idishimizga eritilgan sariyog', suv, sut, tuz va shakarni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz va ustidan 6 piyola un solamiz. Shu o'rinda muhim eslatma: sut, suv va sariyog' qaynoq holatda bo'lmasligi kerak. Yumshoqqina xamir qorib, ozgina dam bergandan so'ng xamirni o'rtacha qalinlikda yoyib olamiz va 4-5 sm qalinlikda lentalar kesib, har birini orasiga eritilgan sariyog' surib, 5 qavat qilib taxlab chiqamiz. Bir barmoq qalinligida kesib, ozgina xolodilnikda dam berib, videoda ko'rsatilgandek ko'rinishda burab shakl berib olamiz. O'rta olovda qizib turgan yog'da bo'g'irsoqchalarimizni birin-ketin pishirib olamiz. Hayit oldi hammani uyida tozalov ishlari avjida bo'lsa kerak. Bu orada men ham chirik bosib ketgan idishlarimni unumli mahsulotim Bavida tozalab yuvib oldim. Bavini ham ishlatishning o'zini qonun-qoidalari bor. Qaynab turgan suvga solsak, shunda chiriklarni tozalab tushirib beradi. Ana endi tayyor bo'lgan bo'g'irsoqchalarimizni lochiralarga xohlaganlar qiyomga botirib, oila a'zolaringizga tortiq qilishingiz mumkin. Taomlaringiz, ibodatlaringizga quvvat bo'lsin.